Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi geometriya darsimizning mavzusi sinuslar teoremasi. Avvalo uyga berilgan vazifalarni tekshirib olsak. Uyga vazifa sifatida 27-7-masalani bergandim. Shartida A, B, S uchburchakda A burchak alfaga, uning B va S uchlaridan tushirilgan balandliklari esa mos ravishda HB va HS bo'lsa, uchburchak yuzini toping deyilgan. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib oldik. Xo'p, bizga berilgan AB tomon S deb olamiz, AC tomon B deb olamiz. U holda S yuzini bilamizki, S ko'paygan HS taqsim 2 barobar B ko'paygan HB taqsim 2 ekani ma'lum. Bu tengliklardan B va S tomonlarini topamiz. B tomon 2S taqsim HB, S tomon esa 2S taqsim HS ga teng bo'ldi. O'tgan gal isbotlangan formuladan foydalanamiz. S barobar 1 taqsim 2 B S sinus alfa. Yuqorida topilgan qiymatlarni olib kelib o'rniga qo'yamiz. 1 taqsim 2 ko'paygan 2S taqsim HB ko'paygan 2S taqsim HS ko'paygan sinus alfa. Bu yerda o'ng tomondagi va chap tomondagi bitta s'lar qisqarib ketadi. Surat va mahrajdagi ikkilar qisqarib ketadi va o'ng tomonda s qoladi, uni topamiz. S barobar HB ko'paygan HS taqsim 2 sinus alfaga teng. 27-8-masala. ABC uchburchakda AB tomon 8 cm, AC tomon 12 cm va burchak A 60 gradus bo'lsa, uning AD bissektrissasini toping. Ko'rsatma sifatida SABS barobar SABD va SADS ekanligi berilibdi. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib oldik, bissektrissasini o'tkazdik. Bilamizki, bissektrissa o'zi chiqqan burchakni teng 2 ga bo'ladi. Shuning uchun 60 gradusli burchakni 30-30 ga teng bo'lgan burchaklarga bo'ldi. Ko'rsatmadan foydalanadigan bo'lsak, bu yerdagi ikkita uchburchakni yuzalari yig'indisi umumiy katta uchburchakning yuziga teng. Alohida uchburchaklarning yuzini topishdan boshlaymiz. SABD barobar 1 taqsim 2 ko'paygan 8 ko'paygan bissektrissaning uzunligi x ko'paygan sinus 30. Buni hisoblasak 2x ga teng chiqdi. SADS barobar 1 taqsim 2 ko'paygan 12 ko'paygan x ko'paygan sinus 30. Buni hisoblasak 3x chiqdi. Katta uchburchak ABC uchburchagining yuzini hisoblaymiz. SABS barobar 1 taqsim 2 ko'paygan 8 ko'paygan 12 ko'paygan sinus 60. Buni hisoblasak 24 ilzosida 3 cm² ekanligini topdik. Ikkita kichkina uchburchakning yuzini yig'indisi katta uchburchakning yuziga teng. Ya'ni 2x plus 3x barobar 24 ilzosida 3. Ya'ni 5x barobar 24 ilzosida 3. Bundan x ni topadigan bo'lsak, 24 ilzosida 3 taqsim 5 cm. Ya'ni bissektrissaning uzunligi 24 ilzosida 3 taqsim 5 ga teng ekan. Bugungi mavzu sinuslar teoremasiga keldik. Teorema aytadiki, uchburchakning tomonlari qarshisidagi burchaklarning sinuslariga to'g'ri proporsional. Ya'ni uchburchak ABCda AB tomon S ga teng, BC tomon A ga teng, SA tomon B ga teng bo'lsa, u holda aytayaptiki, A taqsim sinus alfa barobar B taqsim sinus B, S taqsim sinus S tenglik o'rinli bo'ladi deyapti. Buni isbotlaymiz. Isbot uchburchak yuzini burchak sinusi orqali topish formulasiga ko'ra S barobar 1 taqsim 2 BS sinus A. S barobar 1 taqsim 2 AC sinus B. S barobar 1 taqsim 2 AB sinus S. Bu uchta tenglikni birinchi ikkitasini tenglashtirsak 1 taqsim 2 BS sinus A barobar 1 taqsim 2 AC sinus B. O'ng tomondagi va chap tomondagi 1 taqsim 2lari qisqarib ketadi. S'lar ham qisqarib ketsa, natijada A taqsim sinus A
barobar b taqsim sinus b ekanligini olamiz. Endi ikkinchi va uchinchi tengliklarni tenglashtiramiz. Yana 1 taqsim 2 lari qisqarib ketadi, a'lar qisqarib ketadi. Natijada b taqsim sinus b barobar s taqsim sinus s ga tengligi chiqadi. Bu topilgan ikkita tenglikdan esa a taqsim sinus a barobar b taqsim sinus b barobar s taqsim sinus s, ya'ni sinuslar teoremasini isboti kelib chiqadi. Uchburchak tomonining shu tomon qarshisidagi burchagi sinusiga nisbati uchburchakka tashqi chizilgan aylani diametriga teng. Ya'ni a taqsim sinus a barobar b taqsim sinus b barobar s taqsim sinus s barobar 2r ekanligini isbotlang deyilibdi. Isbot masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib oldik. Bu tengliklardan bittasini isbotlasak yetarli. Misol uchun a taqsim sinus a barobar 2r ni isbotlaylik. Xo'p, bs barobar a va bd diametr o'tkazib olamiz. Bd diametr bo'lganligi uchun 2r ga teng. Bilamizki, bitta yoyga tiralgan barcha ichki chizilgan burchaklar o'zaro teng. Demak, ko'rsak, bs yoyga burchak a ham burchak d ham tiralgan va ular teng. BD diametr o'tkazishimiz natijasida BCD to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lgan. Shu uchburchakdan sinus A barobar A taqsim 2R. Bu tenglikdan 2R ni o'zini topadigan bo'lsak, A taqsim sinus A barobar 2R. Yuqoridagi teorema, ya'ni tenglik isbotlandi. Bugungi mavzuga doir misollardan ishlasak. 28-2 masala. 3-rasmda berilganlarga ko'ra so'ralgan kesmalarni toping. 3 ta chizma berilibdi. Sinuslar teoremasiga ko'ra A'sida x ni qarshisida 30 gradusli burchak, 6 ilzosida 2 ni qarshisida 45 gradusli burchak turganligi uchun quyidagi tenglikni yozib olishimiz mumkin. X taqsim sinus 30 barobar 6 ilzosida 2 taqsim sinus 45. Bu joydan x ni o'zini topadigan bo'lsak, 6 ilzosida 2 ko'paygan sinus 30 taqsim sinus 45. Qiymatlarini o'rniga qo'ysak, x ni uzunligi 6 ga teng ekanligini topdik. B'sida x ni qarshisida 45 gradusli burchak, 8 ilzosida 3 ni qarshisida 60 gradusli burchak turibdi. Demak, x taqsim sinus 45 barobar 8 ilzosida 3 taqsim sinus 60. Bundan x ni topadigan bo'lsak, 8 ilzosida 3 sinus 45 taqsim sinus 60. Qiymatlarini o'rniga qo'ysak, x ni uzunligi 8 ilzosida 2 ga teng ekanligini topdik. 28-3 masala. Agar ABC uchburchakda sinus A 0,4, BC 6 cm va AB 5 cm bo'lsa, sinus S ni toping debdi. B'sida sinus B 1 taqsim 2, AC 8 detsimetr va BC 7 detsimetr bo'lsa, sinus A ni toping. D'sida sinus S 1 taqsim 2, AB 6 metr va AC 8 metr bo'lsa, sinus B ni toping. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan bitta uchburchakni chizishimiz yetarli. Ya'ni qaysi tomon qarshisida qaysi burchak yotishini bilish uchun. Sinuslar teoremasidan foydalanamiz. BC taqsim sinus A barobar AB taqsim sinus S. Bundan sinus S ni topsam, AB ko'paygan sinus A taqsim BC. Qiymatlarni o'rniga qo'yib hisoblasak, sinus S ni qiymati 1 taqsim 3 ga teng. B'sida BC taqsim sinus A barobar AC taqsim sinus B. Bundan sinus A ni qiymatini topadigan bo'lsak, BC sinus B taqsim AC. Qiymatlarni o'rniga qo'ysak, sinus A ni qiymati 7 taqsim 16. S'si AB taqsim sinus S barobar AC taqsim sinus B. Bundan sinus B ni qiymatini topadigan bo'lsak, sinus B barobar AC sinus S taqsim AB. Qiymatlarni o'rniga qo'ysak, sinus B ni qiymati 2 taqsim 3 ga teng ekan.
28 masala. Uchburchakning bir burchagi 30 gradusga teng. Uning qarshisidagi tomon 4,8 detsimetr. Uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini hisoblang. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib oldik, ya'ni uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazidan uchburchakning bir uchigacha o'tkazilgan masofa u radiusga teng. Berilgan alfa burchak 30 gradus, A tomon 4,8 detsimetr topilishi kerak radius. Yuqorida isbotlangan formuladan foydalanamiz. Ya'ni A taqsim sinus alfa barobar 2R. Bundan radiusni o'zini topadigan bo'lsak, R barobar A taqsim 2 sinus alfa. Qiymatlarni o'rniga qo'yamiz. R barobar 4,8 taqsim 2 sinus 30. Buni hisoblasak, radiusning uzunligi 4,8 detsimetrga teng. Uyga vazifa sifatida darslikning 85-sahifasidagi 28-masalaning D topshirig'ini ishlashni beraman. Shu bilan darsimiz tamom. Xayr, sog' salomat bo'ling.